Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi zakaz prinsipimiz tayyor bo'ldi. Bugungi sanagacha 2025-yil 18 dekabr kuni bu prinsipimizni topshiryapmiz. Bu prinsip razmeriga keladigan bo'lsak 1.62-2.60 bo'ldi. Bu o'tin balandligi 50 sm, rushatkasi 70 bo'ldi. Poldan 1.20 bo'ldi. Taglari 3 sm qalin poldan qilib berdik mol tashish uchun. Bortlari mana konteyn listdan bo'ldi, qattiq listdan. 4 tarafi ham shivillar bo'ldi. O'zlari 1.76 lik. Bu prinsipimiz Xorazm viloyati To'porakqal'a shaharnabari kutnagan. Prinsip ma'qul bo'ldimi? Rahmat. Uyingizda bo'ldimi? Rahmat. Topqanlarning to'yingizda yaxshi kuningizda bo'lsin. Siz ham yaxshi kuningizda ishlating, xayrni toping, tayinli shamol o'tsin. Tabriklaymiz. Rahmat. Yana bu shu skurapkasi. Necha so'm oldingiz? 11 so'm. 11 milliondan parkovimiz, elektromontajni hammasini qilib berdik. Hammasi ichida oldu. Sizni tabriklaymiz yana bir bor. Tayinli shamol o'tsin. İşlerinize umut. Sağ olun, selamet olun. Yine. Yolları konteyner İstanbul'da bortu 50 cm. Yine bro toru bilen traktor prisollarına 15'lik. Hep yok boş vermiyor. Lastikli bal bilen. Yine parkopları, zinciri, kamaşara oyları bilen ustayın getirip verdik. Garantiyası var. Yine malı kellesi çıkıp durada verdik. Kime şunu prisollar gerek olsa ekranda telefon numarlarımız koyamız, müracaat kılaverasizlar. Har xil turda prinsiplarimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.